alaylı. Mesela Amerika Qo'shma Shtatlaridan davlat ishlar kotibi 3-4 kunga yetmagan vaqt ichida dastlabda Arabistonni ziyorat qildi. Uning keyin Afg'onistonga tushdi. Uning keyin Pokistonga kirdi. Endilikda hozir bugun Hindistonda. Ko'ring, ama safarning jiddiyligini ko'rdingizmi? Bu safarning jiddiyligini shu yerda turib tursin. Endi bu ish faqat Osiyo siyosati qanday bo'ladi? Hozir qarasangiz, Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosati Osiyoning bir burjiga, Himalaya tog'lari, Pamir tog'lariga markazlashyapti. Bu tog'lar orasida Afg'onistonliklar yashaydi. Bo'lsa Afg'onistonlar bilan Talibanlarning munosabatini yaqin keltirishi mumkin Amerika Qo'shma Shtatlari nimishqa. Hozir Arabistonga ziyorat qilib, Iroq bilan Arabistonning munosabatini yaxshilash kerak. Vaqt yetib keldi dedi davlat ishlar kotibi Rex Tillerson. Shundaqla Qatarni ziyorat qildi. Hatta Qatar barka Qatarni ziyorat qildi. Qatar davlatiga kirib Arabiston bilan Qatarning munosabatini yaxshilashimiz kerak. Vaqt yetib keldi dedi Rex Tillerson. Demak, o'tir shartki ziddiyatlarni yig'ishtirish. O'tir shartki ziddiyatlarni yig'ishtirib Osiyoga kelish. Osiyoga kelib, Osiyoda, O'rta Osiyoda Afg'oniston, Pokiston munosabatlarini yaxshilash, lekin bu jarayonda Amerika Qo'shma Shtatlariga yordamchi bo'ladigan, hamkorlasha oladigan birdan-bir obyekat qilib Hindistonni tanlab olish. Bu sizga og'ir ish, Jungo'da apandim. Bu yomon og'ir ish, chunki Jungo Amerika diplomatiya yaxshi bo'lsa, Jungoning dunyoda o'rni bor. Jungo Amerika munosabati yaxshi bo'lsa, Jungoning dunyoda manfaati bor. Jungo Amerika munosabati yaxshi bo'lsa, Jungoning inovati bor, dunyoda inovati bor. Bo'lmasimi shu inovatni tiklayman deb kurash qila oladigan yo'li bor. Afsus, men afsus. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosati Glayser xonim aytgandek, bu qatim 10-oyning 18-kuni Rex Tillerson Washingtonda so'zlaganda bu siyosat Prezident Trump hukumatining Osiyo siyosati. Balki bu siyosat Prezident Trump hukumatining Jungo siyosati. Belgiladi degan. Belgilandi degan gap hurmatli vatandoshlar. Biz boshda bir ta'kidladi, so'zladik, yana bir ta'kidlaylik. Diqqat qiling, 10-oyning 18-kuni Jungo Kompartiyasining qurultayi. 10-oyning 18-kuni Rex Tillerson davlat ishlar kotibi Rex Tillersonning Washingtondagi nutqi. Ilm xazinasi so'zlagan nutqi siyosati. 10-oyning 23-kuni Yaponiyada parlament saylimi Shinzo Abening utib chiqqanligi ko'rinadi. 18-kuni Beijingda qurultay, 23-kuni Yaponiyada qurultay, parlament Yaponiyada Shinzo Abe utib chiqdi. Asosiy qonunni o'zgartirishga qadam tashladi. Tuyuq bo'lgan, to'shliq bo'lgan bir qadamni tashladi va bu yo'lni ochdi. Yaponiya asos qonunining 9-moddasida, uning sharoit va kirish so'zlaridan boshqa 9-moddasida Yaponiya tinchlik bilan jahon so'raydigan, tinchlik bilan yashaydigan bir davlat. Urushga kirmaydi. Urush jidalga aralashmaydi degan mazmunda bir modda bor. Bugun endi asosiy qonunni o'zgartirib degani dal mushu moddani, dal mushu asosiy qonunni o'chirib tashlab normal davlat o'rniga kelish degan so'z, agar Jungoning aeroplanlari Gogo orolidan uchib o'tadigan bo'lsa, vaqti bir qatim ogohlantirish, ikki qatim ogohlantirish, uchinchi qatim ogohlantirish, balki ish qolsa, to'rtinchi qatim ogohlantirish, beshinchi qatimda anamaningizda qo'yaman degan. Tushundingizmi? Mana Yaponiya normal davlatga aylandi degan gap, mana mushuningdan beri shu hozir boshladim dedi. Yaponiyada parlament saylimi g'alaba qilgan kuni Koreya bilan Jungo bearam bo'ldi, jiddiylashdi. Lekin asos qonunni o'zgartirdi degan gapni eg'izi chiqaramdi. Shuni bilan oxir qaytib kelamizki, agar jahon shundoq talab, shundoq umid yashayotgan bo'lsa, Rais Xi Jinping yaxshi yo'l tutdi, Jungoni demokratik bir davlatga boshlaydi. Demokratik islohot o'zgarishi elib boradi deb jahon shuni kutayotgan bo'lsa, ba'zi Rais Xi Jinpingning ham shu yo'lni tanlab olishini. Masalan, Gorbachev degan bir bu ism Yevropalikning ismi, Rossiyalikning ismi. Dunyoda Gorbachev degan shu ism o'tirg'i chiqargan ekan. Yevropada shu ism o'tirg'i chiqargan ekan. Sobiq Sovetlarda shu ism o'tirg'i chiqargan ekan. O'g'il bolalikni da'vo qiladigan yoki o'g'il bolachilikni ko'tarib chiqqan Rais Xi Jinping apandimi
Hiç bo'lmasa Osiyoning Gorbachevi bo'lamdi yo'q. O'tganda Lukan apandi bayonot e'lon qilgan nim dedi? Biz Birleşken Devletler Teşkilatı yadro qilgan jahonning tartibini saqlab keldik dedi. Xo'sh apandi, Lukan apandi, siz 98-yili bir nima nizomnoma qo'l qo'ydingiz Birleşken Devletler Teşkilatı'nın. İqtisod, Jamiyat taraqqiyot xalqaro ahdnomasi, siyosiy huquq va fuqarolar huquq xalqaro ahdnomasi ishki qonunga imzo qo'ydingiz. Ikkili qonunning bosh qismida kirish so'zi va birinchi moddasida har qanday xalqning yoki har qanday millatning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi bor. Başka talebimiz yok, başka gipimiz yok. Sizin asası kanununuz, milli territoriyalik avtonomiya kanununuzu mu koyup duraylar? Siz imza koygan muş işki kanunu royu boyunca Tibet meselesi, Uygur meselesi hal kılsınızı buludu. Lakin tek yolu bilen, ötkinci devir bilen hal kılsınız Tibet'le karışalıdı, Uygur'la karışalıdı. Siz şu vaxtıda Reis Xi Jinping oğal balı bulalaydı. Hiç olmasa Asiya'dan mı Gorbachev çıkış gerek de. Asiya'dan mı Gorbachev çıkış gerek de. Gorbachev Avrupa'da çıkacak, Asiya'dan bir kişi çıkış gerek. Bulup mu Cumhur'da çıkış gerek de. Hazır bizden vaziyetimiz ana şu taraflardan başlayacaktık. Yani müşiye geldi, hürmetli vatandaşım. Bunun denki yana kandak oldu. Endikiler katendi ben sizlerge sözleydiğen 4 parçalık siyamba Allah borsa, Xuda aman kılsın hemimizni. Onun da biz Amerika Qo'shma Shtatlarning Osiyo siyosati. Mayli Chaushanga qartilgan, mayli bosh taraflar qartilgan bo'lsin, baldak o'rlab kelayotganligini ko'rasiz. O'rlab kelayotganligini ko'rasiz. Maylan Daniel Russell Amerikaning dangliq siyosiyoni bugun Tayvanda unutqin so'zildi. Amerika davlat parlamenti, Amerika Qo'shma Shtatlari parlament avom palatasi, ya'ni Chaushan to'g'risida 11 qonun e'lon qildi. Yakında Çavuşan'da türmeden koyup verilip, Amerikalık bir student, yaş bir okuvchi Çavuşan türmesinden gelip 3 gündeyken Amerika'da vafat buldu. Hazır Amerika Avam Palatası, Devlet Meclisi'nin Avam Palatası şu yigitning ismi bilen bir kanun layihə ma'qulladı. Xudo qalasa Allah hemimizi saqlasın, ömrümüzde bersin. Biz şu to'g'rida kelar qatamlik siyosatlaymiz. Xulasa şukenki hazır Amerika'nın Asya siyaseti ciddileşiyordu. Baldak örlevatıdır. Yani bunun yarışa Reis Xi Jinping'nin saylamdan çıkan deyin Reis Xi Jinping'nin Amerika'ya doğru pozisyonda bulup, bütün cihanga, bütün dünyaya doğru pozisyonda bulup bir siyasi islahatla başlayacağın devri geldi mi kandak? Bizim ümidimiz şu.